advokatni himoyasi ostidagi shaxslar bilan istalgan vaqtda va cheklanmagan miqdorda uchrashishga oid konstitutsiyaviy huquqi juda jiddiy ravishda buzilmoqda. Hozir sizlarga buni ko'rsatib beraman. Misol uchun, himoyam ostidagi shaxsni orderga kiraman, orderdan jendagi uchrashuvlarga kiraman. Misol uchun, bugun 1 avgust bo'lsa, 1 avgustni belgilayman. Mana bo'sh xona yoki vaqt yo'q. Xuddi shunday dushanba kuni 3 avgustni belgilayman. Mana bo'sh xona yoki vaqt yo'q. Seshanba kuni 4 avgustni belgilayman. Bo'sh xona yoki vaqt yo'q. 5 avgust yo'q. 6 avgust yo'q. 7 avgust. 7 avgust ham yo'q. 8 avgust, 9 avgust, 10 avgustlar belgilanib bo'lmaydi bularni. Chunki programma faqat bir haftalik kirishlarni o'ziga jamlagan. Misol uchun deylik, bugun 1 avgust shanba kuni tergovim seshanba yoki chorshanbaga belgilangan yoki bo'lmasam sud majlisi payshanbaga qo'yilgan. Ana shu kunga qadar himoyam ostidagi shaxs bilan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak tergovga, sud majlisiga. Ana shu tayyorgarlik hozir bizda mavjud emas. Ya'ni ko'rib turganingizdek bo'sh xonalar yo'q. Ya'ni bu advokatning istalgan vaqtda va cheklanmagan miqdorda himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashish mumkin degan konstitutsiyaviy kafolatga asoslangan huquqlarni buzmoqda. Shu sababli tegishli mas'ullardan ushbu holatni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqishini so'rab qolamiz.